Assalomu alaykum aziz Xorazm Realtor xizmat abunachilari. Bugun shahar markazidan gapiramiz, ko'rsatamiz do'stlar. Bugungi video rolikimiz uy-joy narxlarini bag'ishlanadi. Nagarim maktabni bekazini o'tmiz, yalnız Sharq bozor Xonqa yo'li, yalnız Zananni. Bizlar shu yerda ko'cha-chasmi, ofismi, salonni, liboy narsa ham moslashgan 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqib turibdi do'stlarim. Şöyle yine 2 kanal kvartiramız satışa çıkıp tuttu. Bir an önce aynası karab tuttu köçeye. Xudo xolasa. Azizlar ajoyib narxda bir qator videosini oxirlarini ko'rib o'tinglar. Narxni aytib o'tamiz. Yana eldan agarotları şuradan doğru bunlar ismi birazdan chiqargan eshiklarni ochib chiqarib bersa bo'ladi. Hozir baxt tarafini ko'rsatamiz. Demak do'stlar, bu taraf, arka taraf, qadis taraf qismi. Yani elden agarotları, meyveler açılıp tuttu. Smarrodina baraca. Yüşük çayına bana karab tuttu. Şimdi havlucayımız yine. Bir mesela tapçağını koyup otursa bo'lar. Birinci etajda bilesiz qulaylikleri yaxshi bo'ladi. Birinci etajın. Yani pades taraf kısmının görünüşü. Demek azizlar, girganimizdan şimdi 10 kolda счетчик, elektrik счетчиklari, prixoshka kısmımız. Plus bir yan tarafında sanuzel joyimiz, hojatxona. Dop patolokadın plastikler uyup tuttu. Eşikler ham normal eshiklardan jiqirlab yotgani yo'q. Bismillah deb shuni yana zal taraf kısmına yüzlensek. Şimdi 4-6 zalımız mevcut. Kondisyonerlarimiz var. İçinde kaladi ekan. Bir yanımız yine birimiz 4'e 5 arm razmerde bir zal joy. Yana bir spalni mi? Şu yine doğru taraf neyse ko'cha tarafa qarab tuttu yine. Şuradan polni eshik ochib berib, beni beklesangiz ham bo'ladi, beklemeyin, doğru foydalanarsangiz bo'ladi. Bir ofis atasmi, salon atasmi, olgan odamni o'zi bir qator ko'rishtiradi. Bu yanımız yine kat yo'llari turibdi yine. Shuni ham balkon taraf qismi. Bu yanımız yine baxt tarafidan chiqadi ekan. Birimizda bir kichkina bir spalni aytib bersa bo'ladi do'stlar, lekin bu yerdan kuxnyada bir yana ko'chirilgan hisobına birimiz bir eski spalni aytsa bo'ladi ekan. Bu yanımız yine kuxnya taraf bir yana chiqib turibdi. Bu yerda plus garderobli zonasi bor. Bir pat-put qo'yib qo'ymoqqa o'zini yarasha. Demak do'stlarim, narxini kelsak 350 milyon so'm aytilib turibdi. Ozgina qaytib beramiz dedi xonadan egasi. Kimda kim oladi shu bo'lsa 2 kanalı ofislik mesda qarab yurgan do'stlar, yor birodarlar tashakkur qilasizlar. Sog' omon bo'linglar.